Tandirdan issiqni uzib, mana sizlarni qo'lingizga topshiramiz. Okalar 2 marta boradigan joyingizga 1 marta borasizlar. Kattaligini qarang. Balonini nazarda tutib aytayman. Обычный T30 mana benzinli modelimizdan bitta balonlikdan ancha aqlli, yuk ko'p ko'taradi. Qolgan tomonlar bir xil bo'lishi mumkin, yuk ko'p ko'tarish qobiliyati bir xil. Bunda 2 marta borsiz, bunda 1 marta borib, hamma ishingizni bittada bitirib kelaverasiz. Yukdan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Bemalol kачествосiga javob. O'zbekiston milliy mahsulot, milliy g'urur. Tandirdan issiqni uzib, mana sizlarni qo'lingizga topshiramiz. 56 million boshlang'ich to'lov. Unaqa katta summa kerak emas. Kelasizlar, mashina egasiga aylanasizlar. Soqqani qilasizlar, biznesni rivojlantirasizlar. Eng kamida 2,5 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega Shinaray T30 qo'sh balon 1.6 atmosferli motor bo'ladi. Umuman benzin tanlamaydi. Xohlasanglar propan, xohlasanglar gaz uстановка qilib berish o'zimizda ham bor, xohlasanglar o'zingizlar ham qo'ydirib olasiz. Faqat kelish qoldi, sotib olish kerak, haydash kerak maza qilib.